Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun 2022 11 ayning 25-kuni o'g'lim Sudatni Amerikaning Nyu-Jerseyga musobaqa qildi. Tuzda Sudatmanda biz mana shunda mangdaq mana Amerikaga qarab 100 mayl keldi. 720 kilometr atrofida. Mana Kanada chegarasiga o'tib Amerikaga kirib oldik. Chegarada yaxshi tez o'tdik. McDonald's kelib qahva ichib yana davomliq mangdiq. Yo'lda qayg'ib birdan yomg'ir yig'ib Amerikaning yo'llari mana. G'oldining yo'llariga o'xshaydi. Bir yerlari Qozog'istonning yo'llariga o'xshaydi. Yana bir yerlari o'zining yo'liga o'xshaydi. Chorvachilik maydonlari ekan buni. Ot ko'prakka bu yo'lda. Chorvachilik maydonlarida otlar, qo'y kallar degandek. Mayalari qo'ldirmaka o tekasning yo'llariga o'xshaydi ekan. Ma'lumman. Ma'mini omoqlarim. Vallahi keyinda uxlab, zerikib, serikib. 3 soat ortiqmagan ekan kichik bolalar hamma zerikadigan gap mashina. Şu uyada to'xtash, bu yerda to'xtash. Mana musobaqa maydoniga keldik. Birinci maydon musobaqani kutib oldik. Biz juma kuni kelgan, qo'nib shanba kuni kelganda. Birinci maydon musobaqada 2-0 yengib oldik. İkinci maydon musobaqada 2-2 tanglashib qoldik. Jami 3 maydon musobaqa o'ynadik. Mana musobaqa maydonida yaxshi og'in bo'lmadi. Ana subatlar musobaqani tugatib, Shiva maçta tayyorlanmoqda. Shanba kuni 1 maydon o'ynadik, yakshanba kuni 2 maydon o'ynadik. 3-chi maydonda 3-2 yana utib oldik. Sonra 2 maydon utib, 1 maydon tanglashib qaytdik. Degandek. Havo yaxshi o'tadi biz borganda. Yomg'irmi yog'madi. Oshxon topolmay bir oshxon topdik. Bir turk odamning oshxonasiga Anadoluyama. Anadoluyama ishadin kelgan odamga bu. Amerikaga kelgan 10 yil o'tdi oshxonachilikka. Tamoqlar shunda tamlik. Ama artistik musobaqaga igizga so'kibdi. 27-numar mening o'g'lim Subatda shu. Bu yil 14 yosh kirdi. Kanada davlat komandasi tayyorlik U14 yoshlar komandasi top o'ynaydi. Kanada kelgan yoq o'ynayotgan 6 yil o'tdi misha top o'ynayotgan hozir. Barcelona komandasi 4 yil top o'ynagan. Ondan keyin 2 yil bo'ldi ha. Mish komandada o'ynayotgan hozir. Şifadisi yaxshi, Allohga shukr. Kelgusida natija chiqib kelishiga duo qilib qo'yinglar arkadaşlar. Biz o'zimiz duo qilamiz, sizlarga duo qilamiz. Ko'pchilikning duosi bilan haraka ko'radilar. Mening bolalarim şeyde tugilib o'tirib, ko'rib musobaqalarni. Bularni akisining, enisining ikkisi cho'ng, 3 kichik Subatdan. Qo'llag'uvchilar emisi. Qachon musobaqa olsa, amay, kerikmay baradolar. Amroq baradolar. Bu qizlarni futbolni tushunib ketdi hozir. Bana meydanda ko'rishlar. Mana mening kichiklari. Kichik ideallarni yugunib, yetib ishlaydi. Mana musobaqa tutgandan keyin Mushkatimga ternerning eng oxirgi musobaqasi bu. Bundan keyin hamda yana bir yangi terner keldi 15 yoshlilarga. Shuni o'z qildik va oxirgi musobaqani beyaga chaplabdi. Egiz pasib ketibdi. Abim ternerning kiyasli qaytgan vaqtimizda musobaqani kirib qoldi. Kechirsizlar. Kesib bo'lashni yaxshi bilmasdim. Muşundaq ballar üçün yer verib, hamma atallar şundaq yaşaydı ekanmiz. Allah yaxshi tilaklarımızga, yaxshi arzularimizga yetkazsin. Hammamizni har joyda salomat qilsin.
Chet eldeki ata-analar bulakmı. Ana tilimiz boğa Uygur tilini ballarının sözülüşünü unutup kalmasın her vakit. Bulmasa bizden sırt küçügellerimiz bir kahvalı deyip karayma. Müsabakı tügütüp qaytip New York şehirge mangdok. New York geldim. New York'un körükte öttük. Bir yer bir restorançılık ağıyla batı. Şunu yine verip, şunu açkansı tamaklarını yep. Yoğan tabakta. En açkansı. Böyle soğuk sırayla asıl iken şu tamaklarını yep. Huzurlanıp, anılırken bir parça resimge düşürtüp. New York devre meydanı böyle bir yerde ballanıp oyun yaptı. Hemen gösterip bunu resimge düşürüp. Kayıttık. Keçilep qaytıp geldik. Benim müsabakı şu. Körüp eğen barlıq qeyrindaşlar rahmet.